Assalomu alaykum barchaga. Barchaga boshlangan xayrli tongingiz xayrli bo'lsin. Bugun bizda 9-aprel haftaning payshanba kuni. Bugungi o'tadigan mavzumiz lesson 6 polynomials, exponents, radicals. Ya'ni biz funksiya, advanced mazga keldik, ya'ni qiyin mazga. Bugun biz kvadrat funksiya haqida ko'p to'xtalamiz va uning umuman qanaqa tuzilganligi, nimalar borligi, koordinatlari, uchi, midpointlar, distance, function translation rules, graph amplification rules hammasini birma-bir mavzumizda ko'rib chiqamiz. Undan keyin ikkinchi videomizda biz ECS Tashkent mazbukidan o'sha mavzuga taalluqli misollarni ishlab chiqamiz. Birinchi bizda tushunadigan narsamiz, tushuntirishim kerak bo'lgan narsa bizda bu kvadrat function. Hop, bizda kvadrat function. Umumiy holda kvadrat function y teng ax kvadrat plus bx plus c formula orqali ifodalanadi. Hop, kvadrat funksiyaning grafiki paraboldan iborat. Bizga parabolamiz qayerga yoki tepaga yoki pastga qarash a ga bog'liq bo'ladi. A'miz musbat son bo'lsa, parabolamiz yuqoriga, a'miz manfiy son bo'lsa, parabolamiz pastga qaraydi. Hop, bizda diskriminant degan tushunchamiz bor. Uni ham yozib qo'yaylik birdan. Diskriminant b kvadrat minus 4ac. Buni ham hozir ishlatamiz. Va o'sha parabolaning uchi tushunchasi bor. Bu bizda x0 va y0. Parabola chiza oladigan bo'lsak, masalan, parabolamiz shunaqa ko'rinishga ega. Mana bu nuqta bizda parabolaning uchi deyiladi va buni koordinatasi x bo'yicha x0, y bo'yicha y0 ga teng bo'ladi. Xo'p. Bu bizda mana bu parabolani x o'qini kesib o'tish nuqtalari. Buni x1 desak, buni x2 desak. Mana bu bizda parabolani y o'qini kesib o'tish nuqtasi. Bu bizda. Xo'p, bizda koeffitsiyentlar bilan qanaqa ishlaymiz? Birinchi o'rinda a ni belgilab oldik. A musbat bo'lsa parabolamiz yuqoriga, a manfiy bo'lsa parabolamiz pastga qarashini bildik. Endi agar bizda diskriminantimiz katta 0 bo'lsa, значит parabola ox o'qini ikkita nuqtada kesib o'tadi. Mana birinchi nuqta va ikkinchi nuqta. Agar bizda diskriminantimiz teng 0 bo'lsa, bizda parabolamiz ox o'qiga urinishi kerak yoki bunaqasiga urinishi mumkin bitta nuqtada, mana bu yerda. Yoki pastga urinishi mumkin bitta nuqtada, mana bu nuqtada. Shunga e'tibor beramiz. Xo'p, agar bizda diskriminantimiz kichkina 0 bo'lsa, bizda parabolamiz ox o'qini kesmaydi. Ya'ni yoki bunaqa hosil bo'ladi yoki pastga qaraydi. Mana bu ox o'qini kesmaydi. O'shanga e'tibor beramiz. Diskriminant bizga shuning uchun kerak. Xo'p, keyin yana parabola bo'yicha tushunchamiz. Bizda x0, y0 koordinatasi topish formulalari bor. x0 topish formulasi bizda -b taqsim 2. Mana bu kvadrat tenglama o'sha kvadrat funksiyadagi b va a dan foydalanib -b taqsim 2 formulasi orqali o'sha parabolaning uchini koordinatasi topolsak bo'ladi x0 ni. Ha, buni y0 ni topish uchun prosta funksiyani o'ziga x ni o'rniga x0 qo'yishni taklif qilaman. Ya'ni formulasi ham bor, lekin o'sha oddiy qo'yib qo'ygan ma'qulroq. Chalg'itmaydi umuman. ax0 kvadrat plus bx0 plus c qislaring o'sha parabolaning uchi formulasi kelib chiqadi. Xo'p, keyin bizda x1 x2 bor. Ana endi bizda x1 va x2 degani bu bizda x-intersept funksiyalar, ya'ni x-interceptlar. X-intercept desak, bu bizda x1 va x2 tochkalarda, ya'ni o'sha x1 va x2 nuqtalarida funksiya ox o'qini kesib o'tadi degani. Bizda bu yerda y-intersept deb topsak bo'ladi. Bu qiziqarli bir ma'lumot bor bu yerda. Y-interceptimiz degani bizda x o'rniga 0 qo'y degani, to'g'rimi? X o'rniga 0 qo'ysak bizda funksiya mana bu nuqtada o'sha y o'qini kesib o'tadi. Bu nuqta bizda agar x o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak funksiyaga, bu ham 0, bu ham 0 bo'ladi va c ni o'z qolib ketadi. Ya'ni x-intersept bo'lsa, mana bu nuqta bizda c ga teng qolar ekan. Ya'ni y-intersept bu c nuqta bo'ladi. Ya'ni bizda 0 c nuqtada funksiya y o'qini kesib o'tadi bo'ladi. Endi parabola ko'rinishini birinchi formulasi desak, buni ikkinchi formulasi ham bor. Ya'ni buni biz y teng a x minus x1
x minus x1 va ikkinchi qavsda x minus x2 formula bilan yozilsa ham bo'ladi. Biz bilardik, v teoremasida o'tganimiz formula, ya'ni xohlagan ax kvadrat plus bx plus c ifodani a ni chiqarib x minus x1 x minus x2 ko'rinishda yozib olish mumkin deganmiz. O'sha formulaga tayanib x1 bizda shu x1 va x2 o'sha parabolani oyoq so'qini kesuvchi nuqtalar. O'sha orqali mana formula bilan yozib qo'ysak bo'ladi o'shaning formulasini. Bu ikkinchi formulasi va buni uchinchi formulasi ham bor. Uchinchi formula bizda y teng a x minus x0 ning kvadrati plus y0. Bu uchinchi formulasi. Ya'ni bu parabolaning uchi orqali topish formulamiz. Parabolaning uchi orqali. Ya'ni agar parabolaning uchi tochkasi x0 va y0 bo'ladigan bo'lsa, o'sha umumiy ax kvadrat plus bx degan funksiyani biz a ko'paygan x minus x0 kvadrati plus y0 shaklida yozib olsak bo'ladi. Xo'p, keyin bizda simmetrik chiziq bor. Simmetriya chizig'i. Simmetriya chizig'iga ham alohida to'xtalib qo'yishimiz kerak. Bizda mana bu liniya bo'ladi. Simmetriya chizig'imiz bu mana bu to'g'risi. Bu bizda xo'p, simmetriya chizig'imiz parabolani tengga bo'luvchi chiziq. Bu bizda mana ko'rib turgan bo'lsalaring, bu x0 nuqtadan o'tyapti. Bu funksiya nomi bizda y teng x0 degan, yo'q, y emas. Bu x chiziq. Y ga bog'liq emas. Bu bizda x teng x0 chiziq. Ya'ni bizda y ga xohlagan qiymatida, y ga xohlagan qiymat qo'shsalaring ham bu x teng x0 o'zgarmaydi. O'shaning uchun bizda o'shani simmetrik o'qi, simmetriya o'qi. Ya'ni simmetrik aksis. Bizda bu x teng x0 liniya bo'ladi. Xo'p. Bu bizda parabola, o'sha parabola haqida boshlang'ich tushunchalar. Buni konspekt qilib yozib o'zlaringga belgi qo'ysalaring bo'ladi. Endi biz ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisi tushuntirishimiz kerak bo'lgan narsa bizning midpoint. Midpointimiz xo'p, a va b ning midpoint. Masalan, koordinatlar o'qida ikki tochkamiz bor. Mana bu yerda a tochka. Koordinatlari x1, y1. Bu x1, bu y1 koordinatasi. Va b tochka bor. Koordinatasi x2, y2. x2, y2. Xo'p, biz o'sha ikkita tochkani o'rtasini topishimiz kerak, midpointini. Bu bizda c deya qolaylik. C'ni topishimiz uchun, c'ni topish uchun c'ni koordinatlari bo'ladi x1 ga x2 ni qo'shib 2 ga bo'lasizlar va y1 ga y2 ni qo'shib 2 ga bo'lasizlar. Ya'ni bu a ning koordinatlariga x1 ga 1 ning x2-sini qo'shib 2 ga bo'lib midpoint bo'ladi. y1 ga y2 ni qo'shib 2 ga bo'lib midpoint bo'ladi. Bu bizda c nuqta midpoint. Ya'ni buni koordinatasini x0, y0 deb belgilab oladigan bo'lsak, bu bizda mana bu o'rtasi koordinatasi, mana x0, mana y0. Bunaqa savollar ham kelib qoladi. Formulasi esdan chiqarmaydi. Va uchinchi bizga kerak bo'ladigan narsa bu distance formula. Ya'ni ikkita nuqta orasidagi masofa, distance formula. Distance formula xuddi shunaqa narsa. A tochka bo'lsa, koordinatlari x1 va x2, y1. Va b koordinatamiz bizda x2 va y2. Biz mana shu ikkalasi orasidagi masofani topib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizga birinchi bu masofa kerak. x2 dan x1 daraja masofa keladi. Ya'ni bu x2 minus x1 bo'ladi. Va mana bu masofani topsak bo'ladi. Bu uchun biz y2 dan y1 darajamiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu perpendikulyar. Bizda AB orasidagi masofani topish uchun biroz Pifagor formulasini foydalanib qo'yamiz. Ya'ni birinchi bu katning kvadratiga bu katning kvadratini qo'shsak, bu gipotenuza chiqaveradi. Yozamiz. Ilzosda x2 minus x1 ning kvadrati qo'shilgan y2 minus y1 ning kvadrati. O'shanga e'tibor berasizlar. Bu ikkita nuqta orasidagi masofa topish formulasi. Endi to'rtinchisiga o'tamiz. To'rtinchisi bizda function translation rules. Function translation. Ya'ni funksiyani u yoqdan bu yoqqa o'tkazish. Bizning eng oddiy usul y teng x kvadrat funksiya bilan ko'rsatib qo'yganimiz ma'qul buni. Xo'p, masalan bizda y teng x kvadrat degan funksiya bor, parabola.
Grafikini hamma chizishni biladi. 0,0 nuqtada o'tadi. Bunaqa parabola bo'ladi. Xo'p. Biz birinchi bu funksiyani 10 ga o'tkazamiz. Masalan, xo'p, 3 birlik 10 ga o'tkazaylik. Chapga 2 birlik o'tkazamiz. Yuqoriga 3 birlik o'tkazamiz va pastga 2 birlik o'tkazamiz. Ketdik. Birinchi o'ng tomonga o'tkazishni boshlaydik. Bu funksiyani o'ng tomonga 3 birlik o'tkazish uchun mana 1, 2, 3 yoza olamiz tomonga. Mana bu funksiya bor edi. O'zimizda mana funksiya bor edi. Shuni 10 ga 3 birlik o'tkazish uchun 1, 2, 3 bir so'roqqa tortib qo'yamiz. Bunaqa funksiya bo'ladi bu. Bunaqa funksiya bo'ladi. Ha, endi buni tenglamasi y barobar x minus 3 ning kvadrati bo'ladi. Chunki x o'rniga endi 3 qo'yganimizda 0 bo'lyapti. Ya'ni 3 minus 3 0 bo'ladi. 0 ning kvadrati 0. Mana shu yerdan o'tadigan bo'ladi. Ya'ni o'ng tomonga yursak minus 3 qilib yozamiz. Endi biz xohlaymiz endi buni chap tomonga o'tkazishni. Chap tomonga 2 birlik mana. 1, 2. Mana minus 2. Endi funksiya bunaqa ko'rinishga ega bo'lishi kerak. To'g'rimi? Endi buni formulasi bizda y teng x plus 2 ning kvadrati bo'ladi. Nega? Chap tomonga o'tkazsak, mana bu plus 2 bo'ladi. Endi bizda x o'rniga minus 2 qo'ysak 0 bo'ladi. Ya'ni minus 2 plus 2 0 bo'ladi. 0 ning kvadrati 0 bo'ladi. O'shanga e'tibor beramiz. Endi biz buni 3 birlik yuqori ko'tarishimiz kerak. Shu funksiyani o'zini. Endi 3 birlik yuqori ko'tarish, yuqori ko'taramiz. 1, 2, 3 mana. Mana bu funksiya bo'ladi. Mana funksiya. 3 birlik yuqori ko'tarilgan. Bu bizda y teng x kvadrat plus 3 bo'ladi. Ya'ni bizda x o'rniga 0 qo'yganimizda 3 qabul qilyapti. O'shanga qarab tuzib qo'yamiz. Oxirgisi bizda o'sha funksiyani 2 birlik pastga tushirishimiz kerak bo'ladi. 1, 2. Mana minus 2. Mana bizning funksiyamiz bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni bu funksiyamiz bizda y teng x kvadrat minus 2 degan xo'p grafikning funksiyaning grafiki bo'ladi. Minus 2 pastga tushib qoladi. Ya'ni x kvadrat bor edi, pastga minus 2 tushirishimiz kerak. Ya'ni endi 0 qo'yganimizda minus 2 bo'ladi degan bir qiymatni qabul qiladi. Bizda bu function translation bu juda ko'p funksiyalarga tatbiq qilsa bo'ladi. Hozircha eng oddiy ko'rinishini ko'rib turibmiz. Endi oxirdagi tushuntirishimiz kerak bo'lgan narsa bu bizda xo'p bu graph amplification rules. Amplification degani qisqarishi, to'rayish. Buni ham masalan y teng x kvadrat misolida ko'rib qo'ysak bo'ladi. Masalan bizda bor y teng 1 taqsim 2x kvadrat. Bizda bor y teng 4x kvadrat masalan. Graf chizadigan bo'lsak. Xo'p, bizda umumiy holda funksiyani o'zi y teng x kvadrat grafiki mana bunaqa ko'rinishda bo'lsin. Bu y teng x kvadrat. Xo'p, endi biz xohlaymiz y teng 1 taqsim 2 x kvadratni grafini chizishdi. Buning uchun funksiya bizda yoyilib ketadi. Ya'ni 2 marta tashqi tomonga yoyilib ketadi. Agar bizda xo'p x kvadrat 6 birdan kichik bo'lsa, o'shancha marta qulochi kattarib ketadi. Bu bizda y teng 1 taqsim 2 x kvadrat grafik bo'ladi. Bu bizda x kvadrat grafik edi. Endi agar 4 ga ko'paysa, funksiyani qulochi 4 marta qisqarib ketadi endi. Ya'ni 4 marta qisqarib ketadi ekan. Grafik bunaqa bo'ladi. Ya'ni bu y teng 4x kvadrat. Tushundingmi? Ya'ni agar birdan kichik son ko'paytirsak x kvadratni qulochi kattaradi. Birdan katta son ko'paytirsak qulochi kichiklanadi. Bu o'zi x kvadrat o'zining grafiki. Xo'p, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Bu xo'p, parabola mavzusidagi asosiy formulalar. Xo'p, yana hozir Exciting Maths kitobi bo'yicha misollar ishlaymiz. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, to'xtamlar bo'lsa, yana aytib ketaman. Hozircha xayr.